Agar siz harakat fe'llarini ishlatishga qiynalsangiz, bu video aynan siz uchun. Har qanday harakat fe'liga pristavkasini qo'shsak, kelish ma'nosini bildiradi. Misol uchun, я пришел домой. Men uyga keldim. U harfi jo'nab ketishni bildiradi. Я ушел из дома. Men uydan ketdim. V ichkariga harakat. Я вошел в комнату. Men xonaga kirdim. Вы ichkaridan tashqariga harakat. Я вышел из комнаты. Men xonadan chiqdim. Под yaqinlashishni bildiradi. Я подошел к доске. Men doskaga yaqinlashdim. От uzoqlashishni bildiradi. Я отошел от огня. Men olovdan uzoqlashdim. За kirish yoki kirib o'tish. По doroге домой я зашел в аптеку. Uyga qaytayotib yo'l bo'ylab men aptekaga kirib o'tdim. Pere bir joydan boshqa joyga o'tish yoki ko'chishni bildiradi. Я перешел через улицу. Men ko'chani kesib o'tdim. Pro o'tish yoki o'tib ketishni bildiradi. Я прошел мимо дома. Men uyning yonidan o'tdim yoki o'tib ketdim. Ob aylanib o'tish, harakat aylanib sodir bo'lganligini ifodalaydi. Мы обошли озеро. Biz ko'lni aylanib o'tdik. Do yetib borishni anglatadi. Я дошел до парка пешком. Men parkgacha peshkom yetib bordim. S pastga harakat. Я сошел с лестницы. Men zinadan tushdim. Biz yuqoriga harakat. Они взбежали по лестнице. Ular zina bo'ylab yuqoriga yugurib chiqishdi. Раз harakat tarqoqligini bildiradi. После уроков все разошлись по домам. Darsdan so'ng hamma uy-uyiga tarqashdi.